Hurmatli hamkasblar, bir tomonga o'tib olamiz hammamiz, bir tomonga o'tib olaylik. Mana 2 kundan beri futbol musobaqasi o'tkazyapmiz. Juda ham ko'p qishloqlar, shahardan kelishdi. Rahmat hammalariga, mehmonlar. Bugungi tadbirimiz juda ham zo'r o'tdi. Barcha mehmonlarga rahmat deymiz, bizni hurmat qilib kelganlari uchun. Mana bugun tashkilotchilarimiz bor, homiylarimiz bor. Bularni yana gap davomida aytib ketamiz. Hozir Qur'on o'qiymiz, mana shuni 1 minut eshitamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. پروردگار مهربان هجده هزار اولا همین خونده آیت ربانی را جناب سرور اعلی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بخش نکردیم جمیع زشت مومین مومنها مسلمان و به احسان سبب چی شدگی اولین آخرین دنجه شدگی هم مگم اولین آخرین زشت بخشیده کردیم. غریق رحمت شایسته جنت آخرتاش و آباد خبراش و پرنور گناهاش و مغفور که پروردگار هم مگم پروردگار دایم ده هم ترکی خرسندی و ده هم ترکی مسابقه پاک پروردگار جمع که پاک پروردگار مهربان هم مگم آخرت بگوند پروردگار ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار برحمت. Hurmatli mehmonlar, mahallada faollarimiz bor. Mana shu faollarimiz doim mana shu tadbirlarimizda o'zlarining moliyaviy, o'zlarining mehnatlari bilan bizga yordam qilib kelishadi. Bularda tashakkurnoma bilan hurmatli Saidov Saidazam ustozimizga tashakkurnomamizni beramiz. Farzandlari bo'lsa, jiyanlari bo'lsa, ustoz bo'lsa. Qarsaklar bilan. Shu bilan xuddi shunday mahalla faollari Nurbullayev Tolibjon akamizga tashakkurnomalar. Kim? Bekzod. Qarsaklar. Yana mahalla faollaridan Mama Yusupov Bahodirjon tashakkurnoma bilan tabriklanadi. Bahodirjon. Chiq. Rahmat, qarsaklar bilan. Yana xuddi shunday mahalla faollari Qosimov Izzatjon hurmat bilan chaqiramiz. Qarsaklar. Qarsaklar. Xuddi shunday yana tashakkurnoma bilan mahallamiz faollari
Ortiqjonov Ulug'bek ukamizni tashakkurnomamiz bilan juda fidoyikor mehnatdan ukamizni. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p. Yana xuddi shunday tashakkurnomamiz Jamolov Amirali akamizga. Jiyanlari bo'lsa kerak o'g'li bo'lsa ham, qo'shnisi bo'lsa ham bo'laveradi. Tashakkurnomamizga. Chiqinglar. Chiqinglar. Rahmat. Asanglar. Xuddi shunday yana Hakimjon Mirzayev, Hakimjonga. Hakimjon tomamizga tashakkurnomamiz. Abduxolim keling. Mahalla oqsoqollarimizdan juda ham mehnatkash, fidoyikor hamshiralarımizdan biri. Chiqinglar. Mahamajon keling. Qarsanglar. Razzoqov Hoshimjon mahalla faollaridan. Qarsanglar bilan. Chiqinglar. Hurmat tashakkurnoma yana mahalla faollardan Ikromov Alijon. Masalan tashakkurnomma yana mahalla faolasi Saidov Abdul Hakim og'amizga qasalar bilan. Chiqinglar. Uylarimiz. Rahmat. Qasalar. Ikkitamiz qoldi yana. Mahalla faollaridan Saidov Aloviddinjon bu juda faol bizni fuqarolardan biri. Tashkilotchilarimizdan yana shu o'rtada yana o'rnatiladi. Rahmat, sog' bo'ling. Mahalla faollar Voljonov Bekzod hurmatli mahalla faollaridan bilan juda qasalar bilan. Ana endi eng yaxshi darvozabon. Furqat aka Qalacha. Eng yaxshi. Qarsanglar. Yana bitta darvozabonimiz Shahobiddin Jo'ma Qarsanglar. Eng yoshi ulug' futbolistlarimiz kelgan, bularni hammamiz hurmat qilishimiz kerak, bulardan ibrat olishimiz kerak. Hammamiz o'zi aslida motivatsiya bo'ladi bizga. Eng yoshi ulug' futbolistlarimizdan Akmal aka Qalacha. Yoshi ulug' bir akamiz bor. Omon aka Qalacha. Qalachalarning davri keldi. Eng yaxshi to'g'ri Navruzbek Qalacha.
Turnirimizni 2 kundan beri juda ham o'zini o'yinlari bilan odamlarning mehrini qozongan qalachalikmi? Asadbek. Jeymalik Asadbek, Jeymalik Asadbek. Asaylar. Asaylar, asaylar yoshlarimizni. Mana futbol tadbirimizda eng yaxshi o'yinlarini ko'rsatgan 3-o'ringa da'vogar bo'lgan Qalacha. Qalacha 1 million so'm 3-o'ringa. O'zlarining shijoati bilan o'ynagan eng birinchi o'ringa da'vogar bo'lib chiqqan Qalacha jamoasiga 1,5 million so'm. Chempionlarga ham yetib keldik. O'zlarini haqiqatan ham kuchli taraflarini ko'rsatib, birinchi o'rinda olgan Yayilma jamoasi 2 million so'm, 2 million so'm pul mukofoti. Hurmatli aziz mehmonlar, hammalaring xush kelibsizlar. Mana bizda hozir Amir tog'amiz kelibdi, bir og'zim gapi bor. Amir tog'amiz keldi, shu yerda qani? Assalomu alaykum hurmatli yoshlar. Mana bu yoshlar o'rtasida futbol bo'yicha musobaqalar bo'lib o'tdi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlar mana hammasi aniq bo'ldi. Endi mana shunaqa yaxshi o'yinlarni, yaxshi tadbirlarni yana davom ettiradilar. Sababchilari bo'lmoq mana Mashhadda turgan qishloq xo'jaligini raisi, keyin mana Ulug'bek ukamiz bor yerdan. Va mana akalarimiz Alloh bo'ladi. Ularga hammasiga kattadan katta rahmat. Sizlarga muvaffaqiyat tilaymiz. Yanagi o'yinlaringda bundan ham yaxshi o'yinlar ko'rsatishni xohlaymiz sizlardan. Rahmat. Bir minut. Tashkilotchilarga ham rahmat. Xushkelibsizlar hammalaring, rahmat hammalaringga. Sog' bo'ling. Hurmatli Barsa yutayotgan ekan Realda 3-2 ga. Vaqt turinglar. Real yutsin.